Assalomu alaykum. Janubiy Koreya Suwon. Bugun bu videoda ish haqida biroz aytib o'taman. Ish muhiti, ya'ni katta kompaniya va kichik kompaniyadagi ish muhitini farqi haqida aytib o'tishga harakat qilaman. Boshida Hyundai'da Tekyopda o'sha katta kompaniya bilasizlar, ishladim. 3 oy ishladim. U yerda internship edi. U yerda to'g'risi atmosfera juda zo'r, sharoitlar juda yaxshi, lekin qandaydir o'zingizni pressure borligini bilasiz. Chunki juda ko'p narsa xato qilmaslikni talab qiladi. Iloji boricha xato qilmasligingiz kerak, chunki atrofda juda ko'pchilik buni sizga qarab turadi. Shu sababdan perfectionist, iloji boricha hamma narsani perfect, zo'r qilishga harakat qilasiz. Va bu sizni bilmadim, balki qaysidir darajada baribir xato qilasiz. Lekin shu bilan birgalikda ancha o'sasiz. O'zingiz bilmagan holda ancha o'sasiz. Atrofdagi odamlar haligi manner, o'zini tutishi, kiyinishingizda, gapirishingizda va o'sha o'zaro muloqot bo'lganda bu narsalar ancha o'zgaradi. Bu albatta o'zlaringiz shu narsani qilib ko'rsanglar, o'zlaringiz sezasizlar. Bu bir boshqacha feeling bo'ladi. Endi kichkina kompaniyaga kelsak. Kichkina kompaniyada asosan ishchilar oz bo'ladi. Siz bir nechta narsani bu yerda ham bir nechta narsani qila olishingiz kerak. Ya'ni sizning ishingiz bitta narsa bo'lmaydi, bir nechta bo'ladi. Har bir narsani bir shingildan qilish va iloji boricha bu yerda lekin xato bo'lishi mumkin, lekin xato unchalik pressure bo'lmaydi. Katta kompaniyada bo'lgandek hali bosim bo'lmaydi bu yerda. Va yoningizdagi odamlardan o'rgansangiz bo'ladi. Bu ham yoningizdagi odamlarga bog'liq, chunki qanday chiqishib ketishi yoki biz albatta chet ellikmiz, balki chet ellikni yoqtirmasligi mumkin, qandaydir gina bo'lishi mumkin, yokida o'zlarini tutishi, hatto aytaylik ertalabki kelib o'zaro qilinmagan haligi salomlashish bor. Shu sizni butun bir kun davomida nimaga menga salom bermadi, lekin men salom berdim lekin u haligi olmadi. Shu narsalar ham sizni biroz stressga qo'yib qo'yishi mumkin. Albatta balki u odam ataylab qilishi mumkin, balki hayoli boshqa narsada bo'lgani uchun qilishi mumkin. Endi bu narsani bilmaymiz, lekin shu narsalar albatta odamni biroz xafa qiladi. Kichkina kompaniyada yana yaxshi tomoni dam olishda biroz erkinroq bo'lasiz. Katta kompaniyada men so'ragandim, u odam o'sha 13 yildan beri ishlaydi o'sha katta kompaniyada. Keyin o'zi 1 yilda bularda katta kompaniyada adashmasam 15-20 kun dam bo'ladi. Ularga ko'proq ekan. Lekin u odam shu 1 yil davomida umuman dam olishini deyarli ishlatmagan. 10 kundan oshiq turibdi. Keyin so'radim, nimaga siz ishlatmadingiz? Nimaga siz hali ishlasiz bo'lar, faqat ishga berilib ketgansiz? Shunaqa deb o'ylayapman. Endi to'g'risini aytib, endi gaplashib, ochiqchasiga gaplashib tursak, u odam aytdiki, meni shu lavozimda turish sababim shu bo'ladi. Agar men kelmasam, shu ko'p ishlatsam, bu lavozim bu joyimdan tushishga to'g'ri kelib qolishi mumkin degan javobni bergandi. To'g'ri, biroz o'ylantirib qo'ygandi. Keyin bilsam bu narsa Koreyada asosan katta kompaniyalarda shunday bo'lar ekan. Ko'pi ishdan haydalib ketishi mumkin. Haligi ming uzoq ishlagan bo'lsa ham iloji boricha ehtiyot bo'lishadi. Chunki men shu kichkina kompaniyada shu yerda ishlatib guvoh bo'ldim. O'sha ishchi kelib noldan boshlagan, o'sha aytaylik depyonning deymiz, o'sha boshliq bilan birgalikda ishlab noldan boshlagan. Lekin o'zaro haligi ajralish paytida odam o'zi vaqti tugagan, u ketaman degan ishchi. Keyin ketaman deganda keyin biroz nohaqlik bo'ldi.
o'sha ming rezultat ko'rsatgan taqdirda ham biroz nohaqlik bo'ldi va shu yerda amin bo'ldimki, o'ta zo'r ishlasangiz ham baribir qachondir chopilasiz. Men eshitganman bu narsa haqida ko'p, bizni tepadagilar, haligi biz yaxshi bilgan odamlar o'zi ko'p aytgan, lekin bu ko'z bilan ko'rish boshqacha, odamda boshqacha bo'lar ekan. Bu juda ham boshqacha. Undan keyin yana kichkina kompaniyani yaxshi tomonlari, aytaylik, o'sha dam olish bo'ldi. Dam olish bo'lgan. Bundan tashqari o'zingizni asosiy boshlig'ingiz bilan bemalol erkin suhbatlasha olasiz. Lekin katta kompaniyada o'sha eng katta boshliq kelganda albatta biroz hayajonlanish, kuchli hayajonlanish bo'ladi. Gapira olmaysiz, gapingizni topa olmaysiz. Shunga o'xshagan narsalar. Va katta kompaniyada yaxshi tomoni obed bo'lsa, obed bizda 1,5 soat bo'lardi. 20 minut, yarim soatda o'zi ichkarida berardi, oshxonasi alohida. Undan chiqqandan keyin 1 soat eng zo'r joylarda, kafeda olib borib, bizni sonbe deymiz, u odamlar olib borib, aylantirib, gaplashib, havo almashtirib, shunday narsalar bo'lardi. Lekin o'ylab qarasam, ikkala tomonda ham yaxshi va yomon tomonlari bor. Lekin albatta katta kompaniyada o'sishga, pul tomonlab oyligingizni ko'paytirib o'sishga imkoniyat bo'lsa, bu kichkina kompaniyada tezroq pul topish kerak va pul topish daromadni boshqa yo'llarini o'ylashga ham odamni majbur qiladi. Chunki bu yerda beriladigan, siz oladigan oylik biroz ozroq bo'ladi. Shu tufayli bu o'sha matrixdan chiqib ketish uchun sizga passiv income kerak bo'ladi. Buni albatta siz o'ylashingiz kerak. O'zi o'ylamasangiz bu sizni shunday ushaydida oxirigacha sizni tortib ketadi. Shuning uchun bu kichkina kompaniyada ishlashni ham bu tomonlama yaxshi tomoni bor deb o'ylayman. Shuning uchun albatta ikkala kompaniyaga topshirishda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Ikkala kompaniya ham sizni shunday olmaydi. O'shuning uchun ayniqsa katta kompaniyaga topshirayotganda yaxshiroq o'zlaringizni skilllaringizni, agar Koreyada bo'lsangiz, koreys tilingizni oshiring, qo'shimcha Excel, PowerPoint, Word, shunga o'xshagan narsalar. Undan tashqari kitoblar o'qing, politika kerak. Chunki bizga berilgan savol o'sha katta kompaniyada shu politikaga oid bo'lgan. Bu narsa haqida ham bilishlaringiz kerak. Bular sizga endi yana o'sha intervyudan keyingi bosqichga o'tishingizga qandaydir darajada yordam berishi mumkin. Shu bilan hozirgi videoni yakunlayman. Bundan tashqari yana videolar qo'yib boraman har xil mavzularda. Albatta asosan Koreya, bilasizlar, Koreyadaman, Koreya hayoti bo'ladi va Koreya yangiliklari. Hammaga shu joygacha kelib eshitganlar uchun kattakon rahmat.